Qalam yozadigan yozib bo'lgan. Sahifalar yopilgan. Sen undan ortgani ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. Obunachilar, mun qaranglar. Voy joning sog' yur. Kurayni eshta buni. Pulni lo'li ham topyapmiz. Joning sog' bo'lsin. Doim havasda yurganman, hasadda ishi yo'q. Mol 1000 so'mligida ham shved 1,5 ming edi. To'g'ri. Hamma narsani o'zini. Siz kelganingizdan men boshlayotgan bo'lsa baxt kamol. Qochmagan bo'lsa Aliyo Shomurodov. No. Kelar buni sut yo'nalishiga olaman. Mun qaranglar, idishni qaranglar. Joning sog'. Siz shu mana Oltinko'lda yashaysiz mana. Shu Andijonda siz shvedni tushungan odam. Haqiqiy aytiladi-yu. Miyaga dam beradigan, zreniyani ko'taradigandan ekan. Bo'ylarni kerak emas. Mana u qochgan deb sotib, mana uni suti 20 ta deb sotib, nima qilamiz o'zimizni millatdan. Bu ham shu edi, aka-ukalar. Bekarga aytishmaydi ekan, siz Shomurodov shved deb. Shu tilla shu Shomurodov shved qilib yubordi. Shomurodov to'g'risini aytib 500 ming qimmatiga sotasan molingni degan. Shomurodov akani o'zlaridan master klass. Assalomu alaykum, Chorva biznes dunyosi. Hammaga xayrli kun. Bugun 2026-yil 28-aprel. Hafta kuniga seshanba. Biz Farg'ona viloyati, Quva tumani. Quvani Qo'shkechigimidi? Shomurodov aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Hammalaringga, Chorva biznes kanalining obunachilariga, hammalaringga alangali, juda qaynoq assalomu alaykum. Xudo xolasa, bugun mana ko'rishib turibmiz. Xudo xolasa mana Diydor Shirin Andijondan keldi akamiz. Juda xursand bo'ldim. Necha kech qolib keldi. Necha kech qoldik. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha bir qator obzorlarni qilamiz. Yaxshi sigirlar bor. O'zimizga ham olgani kelganmiz. Aka-ukalar, o'zimizga ham yaxshi sigirlardan olib ketamiz deb kelganmiz. Xudo xolasa, o'zimiz Andijondagi fermalarimizga shu darajada ishonchli odamki, o'zimizga ham hattoki mana shu odamdan mol olib ketamiz deb kelganmiz. Xudo xolasa, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, kommentariyaga yaxshi so'zlarni yozib tursanglar, biz qo'ldan kelgancha, Xudo qodir qilgancha ma'lumotlarni beramiz. Kimgadir biz bergan ma'lumotlari ma'qul kelsa, ekranda Shomurodov akam nomerlariga aloqaga chiqib, Xudo xolasa, savdolarni qilaverasizlar. Shvedning go'zallari, nomer 1lari, eski boylarning mollari, aka-ukalar olaverasizlar. Xudo xolasa, boqib maza qiladigan, ko'zni quvnatadigan shunaqa go'zallaridan aka-ukalar. Haligi va'daga muvofiq mana shu fond ichidagi mollardan topib tikkalab qo'ygan, shu yerga Xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni beramiz. Bemalol aloqaga chiqib savdolarni qilaverasizlar. Qadrdonlar, shoshilmasdan, o'tkazmasdan joylarga joylashib videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Sizlarga manfaatli videolar bo'ladi bugun, qadrdonlar. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, Xudo xolasa Shomurodov akam bilan birgalikda birinchi shvedni video obzorini qilamiz, ma'lumotlarni beramiz. Biz bergan ma'lumotlar Xudo xolasa sizlarga ma'qul keladi. Shomurodov aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Sizimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat aka, Xudoga shukr. Charchab qolmayapsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum hammalaringga. Shu Chorva biznes kanalining obunachilari, hammalaringning rizqlaring ulug' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Hammalaring kimdan hayvon olgan bo'lsalaring baraka topinglar. Chorvasi borlar, fermasi borlarga, umuman shu hayvon zoti boqayotgan odamning uyida baraka bo'lsin. Aytganingizga sen. Kasalliklardan chiqib oldik mana aka. Kasbimizga ilohim Alloh baraka bersin. Jonimizdan to'ydirdi Yashurlar aka. Unga ham alohida video qilib chiqardik-ku. Ha. Xudo xolasa ketdi, issiqda endi, bu kasalliklar yo'q. Xudo xolasa qutuldik mana kasalliklardan. Xo'p, Shomurodov aka, bu yaqin bo'g'ozmi? Ha, bu yaqin bo'g'oz aka. Xo'p, yaqin bo'g'oz. Xudo xolasa. Birinchi shvedimiz. O'z mana sal bor. Aha. Dunda. Bo'g'oz bor, rozman. Xudo xolasa. Kuni qolganda endi, ha? Ha, kuni qoldi. Xudo xolasa. Idish dahshat. Nima ekan, aka-ukalar idishni zo'r solyapti, Xudo xolasa. Qarang. Mijon aka. Voy joning sog'iga. Buni sizlar tushunasizlarda, sizni kelganingizdan men xursandman. Boshim osmonga yetdi. Joning sog' bo'lsin. Nimagaki aka syomkalarimda aytaman, akalar, ukalar, shved azaldan qimmat. To'g'ri. Aka, mana Saydaziz akamning dadasi bor. Hoji tog'a mana hozir bu kuni birga o'tirib oshaylik. Menga aytayapti. Shomurodov o'g'lim mol 1000 so'mligida ham shved 1,5 ming edi. To'g'ri. Hamma narsani o'zini. Siz kelganingizdan men boshim osmonga yetdi. Nimagaki siz shu mana Oltinko'lda yashaysiz mana. Shu Andijonda siz shvedni tushungan odamsiz aka. To'g'ri. Men hozir narx aytaman. Siz mana bugun meni xonadonimga mehmonsiz, xolis insonsiz. Xolis mana narx aytaman, o'zingiz baho berib ketaverasiz. Xudo xolasa. Mana aka, bo'yi 1.38, 1.38 ga olishadi. 6 kurak aka. Shvedmi? Shvedni guli. Shvedni guli. Yaqin bo'g'oz aka.
51 million kam. 51 million so'm. Bo'ylari 1.38. 1.38 Xo'p, chiqdi. ikkita tuqqan 3-qoringa. 3-qorin. Yaqin bo'g'oz, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, ikkita tuqqan 3-qoringa. Sog'ligiga, bitishi, yuvoshligi, bo'g'ozligiga garantiyasi beriladi aka-ukalar. Mana qaranglar. Endi buni lubo oladigan odam menga nomidiyo eksponatga emasda aka-ukalar buni sut yo'nalishiga oladi. Mana qaranglar, idishni qaranglar. Joning sog' yur. Olasizlar, xudo xolasa bitta rayonni sut bilan ta'minlab yuborasizlar aka-ukalar, bexotirjam. O'ta go'zal, dahshat. Joning sog' yur. Aka-ukalar, xudo xolasa layklarni bosib turasizlar. Bu birinchi raqamli shvedimiz bo'ldi. Xo'p, yaqin bo'g'oz so'raganlarga buni tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, keyingisi. Endi hali super elita variant. Go'zali, dunyo go'zali. Qaranglar. Joning sog' yur. Aynan joyiga yetib oldi. Voy mashalloh. Jonivor. Hurmatli obunachilar, mana qaranglar. Voy joning sog' yur. Kuray nechta buni? Umijon aka 2 kurak. 2 kuray. Ha. Hali turmush qurmagan. Hali yoshda zaksdan ham o'tmagan hali. Yo'q. Endi. Yo'q. Voy Mana biz beramiz oqini. Xudo xolasa. Aka. Qadrli kuzatuvchilar. Cheklar nima deyapti Umijon aka? Aka-ukalar bitta gapda qaranglar. Xo'p, niyat bo'lsa, rizq ko'tarilgan bo'lsa sotilsin, olgan olsin, olmasanglar ham 2 minut mana shunday ushab turib kayf qilinglar, buni kayf boshqacha shvet. Qadrli kuzatuvchilar, mana qaranglar. Mana qaranglar. Voy joning sog' yur. Oq quloq, oq tumshu, oq yelin, shoxlarni qaranglar, yarashganni aka-ukalar. Haqiqiy aytiladi-yu, miyaga dam beradigan, zreniyani ko'taradigandan ekan. Bo'ylari necha bu Shomurod aka? 1.45 plus chiqdi, 1.45. 1.45. 1.45 ga chunki borib o'lchayman sen 300 ming. 1.45 ham hazlakam narsa emas-da. Aka-ukalar, xudo xolasa orqani kengligini ham qaranglar, 4 son. O'ta polvon narsa ekan. Endi hammasini ham hali aytaveramiz, shvet deyilora. Toza asalda ham tozasi qimmat bo'ladi-yu aka-ukalar. Hamma narsani o'ziga yarasha hali nima deydi, ishqivozi bor. Qiziqqaniga tozasidan bitta bo'lsa ham maza qilib boqay deydiganiga aka-ukalar tavsiya qilamiz. Bo'ylarini aytib o'tdik. Jon aka, keyin yana bitta narsani aytib o'tay. Aka, men doim havasda yurganman, hasadda ish yo'q. Mana shu Andijonga borgan bo'lsam, Andijonda shu fermer akalarimizga, zayoni bor akalarga, shu uyida shunaqa chorvasi bor akalarga havas qilib shu kunlarga keldim. Havas qilinglar, yetasizlar. Mana Allohga shukr, Bulbulni ko'tidek molxonam bor edi. Avvalda Alloh berdi, havas qilib shu kunga keldik. Mana shu narsani biz men tushunganimga 2 yil bo'ldi aka shu shvedga. Mana havas qilganman, mani uyimdan turibdi. Behisob shukr. Yetkizganingiz. Havas qilib, like bosinglar, kommentariy yozinglar akalar, ukalar. Hasadda ish yo'q. Havas qilib aka mana ham havas qilib aka mana aytyapsiz-ku, kayfi boshqada mana qarang. Shomurod aka, buni aka bitta narsada namozda ham birinchi niyatdan boshlanadi aka. Qiblaga qarab turib shatta boshlab yormaymiz-da. Birinchi niyat qilinadi. Hamma narsa niyatga bog'liq aka. Aka-ukalar, ashi gap. Xohlagan, hozir aytganimizdek, buni rizqini Xudo beradi. Shomurod aka men bermaydi, men ham biz sababchimiz xolos. Buni rizqi 1 kunlik bo'lsa 1 kun yeydi, 2 kunlik bo'lsa 2 kun yeydi, sotiladi. Hammasi Xudo xolasa joyini topadi. No lekin shu qarab bir pas maza qilinglar, niyat yaxshi qilib qo'yiladi shu joyga. Ilohim meni ham xonadonda shunaqa go'zallardan tursin, maza qilay, boqay. Boshqada bu. Boshqachada bu. Maza qiladi. Olgan odam Xudo xolasa rahmatini aytib bersizlar, o'zingizlar chiroyli sigir qilib olasizlar. Shomurod aka, buni pullarni nima deymiz? Aka, 45 kami bor. Ikkoving sayrab pulni aytmay o'tib ketishding emasmi? Ha, mayli. 45 kami bor aka. Xo'p, 45 million so'm. Ha, buni 3 tasini bitta o'zim berganman, bir akamizga. 2 oycha bo'lib qoldi. O'zim qaytarib oldim, 2 tasini berib yubordim. Andijonga ketdi. Bunisini 45 kami bor. Keyin aka 1 oy bo'ldi. Olib borib, menni olib borib buqaga qo'shgan. 1 oy bo'ldi, buqadan chiqdi aka. Chiqdi. Xudo xolasa shu molga. Lekin aka, to'xtang aziz aka, qilmay turing. Aka, doim videolarda kuzatsangiz, men o'zimni soxit qilib sotaman. Kerak emas. Mana u qochgan deb sotib, mana uni suti 20 ta deb sotib, nima qilamiz o'zimizni millat tanlab. Aka, bo'g'ozligiga garantiya yo'q. To'ppa-to'g'ri, shu molga bo'lyapti. Mana shu mol, mana. Endi bo'g'oz bo'lsa 65 million aytishsiz ham bilasiz, 65-dinchi, 65 chiqadi bizdan ham aka. Bo'g'oz naqib bo'lsin, bola shunday bir choyli o'zingda ko'ndib bo'lsa, hamma ham biladi buni. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun Allohga shukr, mana ishimiz yurib, klient ko'p. Shu mol. Umijon aka. Qochgan bo'lsa baxtiga mol. Qochmagan bo'lsa Aliyo Shomurod. No. Qadrdonlar, 45 million so'm. Kami xayri bor, Xudo xolasa, vodiy bo'ylab dastavkalari ham
Besplatniy bo'ladi Shomurod aka? Albatta aka. Vodiyga? Albatta aka. Vodiy bo'ylab. Sizni kanalingizga mana Allohga shukr shu kanalga shunaqa sharafga erishib turibmiz aka. Albatta telefon qilishib, Chorva biznes kanalidan qildim, Oltinko'ldanman desa aka. Xudo xolasa. Boshimiz yerga tekkincha aka. Ta'zimda olib borib beramiz. U aka bizda hech unaqa narsa yo'q aka. Hozir hali Yevropa vizalari ochilib qolgan Shomurod aka. Yevropaga, Afrikaga, Amerikaga borib bitta neger bilan bitta o'zbek til topishib ishlab bir-birini pulini olyapti-da. Endi bitta o'zbek bilan o'zbek topishib pulini ola olmasa yuribmiz ekanda. Albatta, to'ppa-to'g'ri. Aka bizga tirikchilik, muhimi tirikchilik aka. Albatta, bir ikki so'm qolsin. Aka bo'lsin istersin. Ha, tas ketsin. Odam kerak. To'ppa-to'g'ri. Pulni lo'li ham topyapmiz. Odam kerak. Joningiz sog' bo'lsin. Qadrli kuzatuvchilar. Tayyor yonda bolasi bilan bolasi buqa bo'lsa-da, o'n qaranglar. Buqa aka. Voy mashallah, joningiz sog'. Bitta boshini ko'tarib. Bu ham shvedda, bu ham shved, aka-ukalar. Bekarga aytmaydi ekan, siz Shomurod shved deb. Shu tilla shuni Shomurod shved qilib yubordi. Aka, bu hamchi hammaga ham emas lekin. Yarashganga yarashadi-da. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar. Tishi nechta buni? Buni 6 ta. 6 ta. Xo'p, bola ikkinchisi 3 mi? 2. Ikkinchisi. Xo'p, ikkinchi bolasi. Tishi 6 kurak. Xo'p, 11 ta sutga. Bola novvos. Necha oylik bo'ldi bu? Bu 1 oylik qo'yilgan, mana 2 oydan o'tgan. Bolasi 2 oylik. Qonida xudo xolasa gumon. 1 oylik gumoni. 1 oylik. Yana birar oydan keyin tekshirsa chiqadi, chunki 1,5 oy, 2 oylikda xudo xolasa o'zi aytadi-da, xudo xolasa. Berib bo'lsa jackpot. 1+1 aksiya. Unisiga pul so'ramaymiz. Yo'q. U endi mana shu 2 oyga so'raymiz. Endi unga qonidagi egasi ham so'ramagan mendan. Men ham shunday olib keldim. Mana 6 kurak uni ko'shani turibdi, aytib turibdi o'zi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar. Go'zal. Hamma yo'q chotki, xudo xolasa. Oq quloq, tumshu, oq yelin. Yuvoshliklarini sutiga 11 ta. 11 ta. Hali aytamiz-da, 20 litr. Ha, yo'q, ana shu kulminatsion joyiga keldingiz-da. Shu To'chkam yurdingiz-da. To'shkam yurdingiz. Aka 11 ta deb ham 50 million dollar. To'g'ri. Xolasa olsin. Xolasa shu. Ha, sutda bas, boshqa joylarda ham ish bor. Oldi tushunmaydi, qimmat olib qo'yganda 10 ta sut qo'shib gapiradi. Aka, mana 11 ta sut. Menga ham 11 ta dedi. Biz ham shuni aytyapmiz. Aka 48 million 300 mingga kirib keldi. Aka bitta narsalargacha ishonch hosil qilib olish kerak-da. Rizq Xudodanmi? Ha, albatta. Ko'tarilgan kuni ketadi. Shu sen aytib qo'rqma, ana Abduvali olamikin, yo meni olamikin, yo telefon qilamikin deb qo'rqma, sen to'g'risini ayt. Rizqing yozilib bo'lgan. Kamaymidi ham, ko'paymaydi ham. Barakali bo'lishligi mumkin. Halollikda. Yozilgan, daftarlar, sahifalar yopilgan, qalam yozadigan yozib bo'lgan. Sahifalar yopilgan. Sen undan ortgani ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi berilgan rizqdan. Sen 11 ta sut mana 51 million kami bor, to'g'ri? Halol ishlar. Bitta Hoshitog'a telefon qiladi. Menga oyimda bir Mo'ysafid Hoshitog' aytganda, Shomurod, to'g'risini aytib 500 ming qimmatiga sotasan molingni degan. Ana gap aka, mana 11 ta sut, yo'q 50 million atish uchun 25 ta sut atish kerak deydi-da. Barakada ham gap bor-da. Mana aka 11 ta sut. Aka mana sizga bugun mana kanalingizga yangilikmi endi sizga bilmayman aka, 48 millionga baraka qilganman. Shomurod aka, mana bu Bob baraka deymiz-ku. Shu barakada gap katta-da aka. Shu barakada gap katta. Barakali kelsin. Baraka bo'lishi kerak aka-ukalar, bu barakada gap katta. Любой narsani hozir aytgandek pulni lo'li ham topyapti, ishlatyapti, topyapti, hamma topyapti. Lekin buni keladigan foydani orqasidan sal odam baraka topish kerak-da. Qayga ketdi, qanaqa ketdi, qaydan keldi, qanaqa ketdi deb ketmash kerak-da, ali pul yo'q bo'lib. Xo'p, nech pul deymiz? Aka 51 kami bor. 51 million. Mana shuni misol keltirib, mana 11 ta sut 48 million so'mga baraka bo'lgan. 300 ming so'mga Andijon shahar ichidan kelgan. 48 million 300 ming so'm to'xtab turibdi. 51 million kami bor, 11 ta suti bor. Mana aka-ukalar, откровенный bu yog'i. Ha, вообще открыто. Xudo xolasa kelishiladigan joy bor. 51 million so'm, kami xayri bor. Olgan narxlarigacha mana eshitib oldinglar aka-ukalar, hamma yo'q. Ochiq o'yin bu yog'i. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar, kelishamiz. Tayyor, bolasi mana novvoschi. Mana shu nimaga, aka? Bolachani ham qaranglar, aka-ukalar. Mana novvoschi, joni sog' bo'lgan. Mana shu nomer aka mana. Mana shu nomer mana. Saidazim aka nomer. Telefon qilsa, telefon qilib mol nech pulga berganini ham aytadi. Nech pulga bergan desa 47 million 900 ming so'm desa aka, mol bekarga. Siz shohidsiz, akam shohid, Alloh shohid.
47 million 900 ming degan bo'lsa, mana sizni hamrohingiz oldida aytyapman. 20 millionga bor baraka mashmol. Mana ukalar. qo'lingizga bering. 20 millionga bor Mana baraka. qadrdonlar, shunaqa ochiq o'yin qaranglar. Hamma narsa mana borini aytyapti. Olgan odami, olgan puli, olingan joyi qaydan qachon yetib kelganigacha hamma yo'q aytilyapti. 1 oylik gumon, yonida novvos bolasi 11 ta sutga. Xudo xolasa 51 million so'm. Kami xayri bor. Aka-ukalar kelishiladigan joy bor. Hozir aytib o'tganimizdek, bitmaydigan ish yo'q, bitira olmaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Nu, Shomurod akam bitiradi, xudo xolasa. Xo'p, Shomurod aka bunisi-chi endi? Maqtagan qiz bu narsa deyapmiz. Bu 15 ta beryapti. Ha, 15 ta beryapti, bolasi novvos. Mana 15 ta. ha, 15 ta beryapti. Sutga ishlayman deydiganlar ekanda bu, ha? Ha, buni bolasi mana Umidjon. Qo'g'a ishtahani qarang. Ha, bu Videoga tushayotganini ham sezmayapti bu. Hali ham olishyapti oxir bilan. bu ikkinchi yeri. Ishonavering. Mana Voy, bolasi. bola ham go'zal-ku bu. Novvoscha. Ha. Mana aka-ukalar. Bolachan qaranglar. Joning sog' yur. Go'zal. Mana shu 15 ta beryapti Umidjon aka. 15 ta sutga. Ha. Necha bolasi nechinchisiz buni? 3. 3-chi bolasi. 8 kurak. Anaqa, ha. Xudo xolasa. Lapatki. Tishlar lapatga aka-ukalar. Tish 42 bosgandan million mayda kami narsa. bor Umidjon aka. 42 million so'm. 42 million kami bor. Xo'p. Bo'yi 1.28 chiqdi. Xo'p. Bo'ylari 1.25 plus. Plus. Sog'ligi yeb ichishi 15 ta sutga. Bola yonida mana novvos aka-ukalar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy bo'ladi. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda. Aka-ukalar bitta narsani hisobga olib qo'yinglar. Vodiy bo'ylab dastavkasini yetkazib berayotgan bo'lsak, boshqa viloyatga endi yo'q, yo bo'lmaydi, yo bir hali balat olib ketadi degani emas. Qadrdonlar, bu bizni boshimizda ko'tarib boriladigan narsa emas. Yo buni yetalab olib bormaymiz tutqatar bilan yo dala bilan. Bu bitta texnikaga chiqadi. Vodiyning ichida ham 300 ming so'm yetib borsa, chetga ham 700 ming so'mga yo 500 ming so'm yo 600 ming so'm yetib boradi. Telefon qilaverasizlar aka-ukalar, xudo xolasa, любой joydan. Texnika asri, texnika davri, xudo xolasa, to'g'rimi? Shu mashina chiqarib olamiz, yetib boradi hamma joyga. Xo'p, qadrli kuzatuvchilar, xo'p 1 2 3 4. Shular bugungi. Bugun shular aka. Xudo xolasa, bugungi shular. Bugun shular. Kimga qanaqasidan desanglar bor mana aka-ukalar. Yaqin bo'g'oz deganlarga yaqin bo'g'oz. Xo'p, yoshidan deganlarga yoshidan. Ha, o'zi hammasi yosh o'zi. Umidjon aka, men anaqa kimlardir bitta stilda yuradi. Aha. Men 20 ni ham olib ketaveraman, 50 ni ham olib ketaveraman, 60 ni ham olib ketaveraman, 30 ni ham olib ketaveraman. Men olaveraman. Tushsa bu. Ben qo'y eshak olmaganman, echki, qo'y olmaganman, novvos olmaganman. Bo'g'oz, sigir farqi yo'q. U endi juda haliginaqa galansiyalarga yetmaydi aqlim. Ha. To'g'risi anaqa 100 ta suti bor, 80 ta suti bor, anaqa 80-100 lik mol. Hashib 60 gacha 20 lik ham 30 lik ham telefon qilishaveradi. Hali yangi ro'zg'orga ham mol topib beraman. Aha, ular bobi ham bor. Boyga ham hammasiga aka bor. Mana masjidda ham mana ko'ryapsiz, mana 4 xil mol bor. Aha. Puli ham 4 xil. Xudo xolasa hammasini ishga o'zi bor o'zini. Qilishaveradi. Shomurod lakatsa desa lakatsa tashlab beraman. Har yakshanba, seshanba kelishaveradi. Uydan ko'rib olishi. Mana hozir ko'rdingiz. Umidjon aka sutlarga olib borishib qo'yibdi. Aha. Sutlar ketdi. Sutlar sog'ayotganini ham o'zi ko'rib qo'yamiz u. Sutga tayyor turishadi-da, mana shu qo'ydi shishib ketadi-da sut. Aka mana syomkada sog'mayman men. Mana syomkadan keyin sog'dim, ko'rdingiz. Ha, to'g'ri, syomkadan keyin keldi. Sog'dim aka. Men Xo'p. sog'ib o'tirmayman tagida. Mana tushishi, mana paqir, mana qaymoq. Aka mana odamlar ishonaveradi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda Shomurod aka bilan bizni ko'rishib turishimizga sababchi Tillouz kanalining admini. Tilloni o'ziga ham alohida salom, rahmat aytamiz. Joni sog' bo'lsin, jigar. Bola bo'lib yursin. Tilloyam. Zo'r inson. Abdushu hurmat qilamiz. Oqibatimiz xayrli bo'lsin ilohim. Qadrdonlar, Aka sizni ham qadamingiz joni sog' bo'lsin aka. Qadamiz qutlug' kelib keyingi safar 8 top kelsin, 16 top kelsin, to'lib va nari naveska ham o'tkazib va Ashardan kelganingizga aka, vaqtingiz ayamasdan kelganingizga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Hammamizdan. Xo'p, mana shunaqa gaplar aka-ukalar. Ketkizgan vaqtingizlarga rozi bo'lasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa doimiy qo'ygan videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib borib turadi. Chorvachilik va chorvachilikka oid ma'lumotlar, xudo xolasa Shvedda go'zallarini bizning kanalda ko'rib kuzatib boraverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin qadrdonlar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.